Yigit kishiga 40 hunar oz degani, bitta hunarni zo'r o'rgandimi? O'rganda, endi keyingisiga o'tsin. Yoshlar tushuninglar shuni. Cho'qurmanglar. Ustolar sizlarda ustiga chiqib o'tirib olmaydi, o'zi duo beradi. Boring endi, borov, qolganini o'zing o'rganasan. Maqsadini aniqlab olsin. O'qish tugasam shu fakultetda o'qituvchi bo'laman, yo dekani bo'laman, yo rektori bo'laman, yo vazir bo'laman. Birodarlar, baland narsani mo'ljallash kerak. Bu o'rtachalikka ko'nmaslik kerak. O'rtachalikka ko'nmay 200 metrga mo'ljallab oting toshdi. Yetmaganda ham 150 metrga tushadi. Bilasizlarmi? Mana Mercedes